Men axborot kutubxona markazi xodimi Azimova Anora bugun sizlarga Dono tegirmonchi ertagini o'qib bermoqchiman. Qadim zamonda bir tegirmonchi bo'lgan ekan. U eshigiga husnixat bilan shunday deb yozib qo'ygan ekan: Shodlikka yor bu nurli xona, g'am u anduh menga begona. Kunlardan bir kuni ko'chadan o'tib ketayotgan podshohning ko'zi ushbu yozuvga tushibdi. Uni o'qib hayratidan dong qotibdi. Ko'nglidan shunday xayollar kechibdi: vo ajabo, men yurtimni so'rab turgan shoh bo'lsam, biror kunim tashvishsiz o'tmaydi. Bunday so'zlarni aytishga jur'at etolmayman. Qanday qilib oddiy bir tegirmonchi haqiqatdan uzoq bo'lgan bunday so'zni eshigiga yozib qo'yishga jur'at qildi? Shunday deya u tegirmonchini chaqirtiribdi. Men chindan ham betashvish yashayman shohim, debdi tegirmonchi. Juda yaxshi kulibdi podshoh, ammo tashvishsiz yashayotganingga men ham ishonch hosil qilishim kerak-da. Ertagayoq huzurimga bor. Senga atalgan 3 ta topishmoqni topsang chindan ham baxtli, betashvish yashayotganingga ishonaman, debdi podshoh. Mabodo topishmoqni yecholmasang kallang ketadi. Tegirmonchi kallai saharlab shoh huzuriga otlanibdi. Salom tegirmonchi, yaxshi uxladingmi? Janobi oliylari, juda miriqib uxladim. O'zingiz qanday uxladingiz? Topishmoqlar haqida o'ylamadingmi? Yo'q, debdi tegirmonchi. Topishmoqlarni yechishga oldimda butun umr kun bor. Xo'sh, unday bo'lsa aytchi, osmonning balandligi qancha? Oho, bu sizning izvoshingizning bir kunlik yo'li. Chunki osmonda, falakda oddiy fuqaroning kulbasi bo'lmaydi-da. Shunaqa degin, debdi podshoh. Endi menga aytchi, dengizning chuqurligi qancha? Bitta tosh yetgunchalik, debdi tegirmonchi. Ishonmasangiz sinab ko'rishingiz mumkin. Yana aytchi, osmonda nechta yulduz bor? So'rashda davom etibdi shoh. Minib yurgan otingizni yo'li qancha bo'lsa, shuncha, javob qilibdi tegirmonchi. Agar ishonmasangiz sanab ko'ring. Shunda shoh xandon otib kulib yuboribdi-da, sen juda ham dono ekansan tegirmonchi, debdi. Chindan ham sening betashvish, beg'am odam ekanligingga ishondim, deb tan beribdi. Shoh tomonidan berilgan sovg'alarni qo'ltiqqa qistirgan tegirmonchi ashulasini aytib uyiga yo'l olibdi.